Bismillah deb bugun sizlar bilan boshlab qo'ygan ishimizni davom ettiramiz. Tepa qismini korobkasini yopishdan oldin mustahkamroq chiqsin deb reykadan qoqib oldim. Keyin oralarini tilla pistondan yopishtirib chiqdim. Reykamiz ustiga pistolet klaydan yaxshilab surkab, karton qog'ozimizni kiydirib oldim va uni ham pistonlar bilan yaxshilab qotirib chiqdim. Bugun shu kommentariyaga ko'zim tushdi. Menimcha oralarda bu kabi o'ylaydiganlar yana ham ko'proq topiladi. Meni videolarim odamlarga yana ham manfaatliroq bo'lishi uchun o'tiydo qilib chiqaraman. Bitta karsak bilan yasalib qoladigan usullardan ham foydalanishi mumkin, lekin nimadir yasab videosini qo'ysam, ularga ham kerakligini bilib, o'zlari yasamoqchi bo'lib, har bitta detalizatsiyasigacha video qilib bering bizga alohida deb yozganlar juda ham ko'p chiqyapti. Ishimizni qolipib bitgandan keyin ustini chiroyliroq qilish uchun rangli qog'ozdan foydalandim. Qo'limdan so'rasam pushti rangni tanladi, shuning uchun ham yashil rangni yopishtirdim. Chunki hozirgi bolalar yorqin ranglarga qiziqadi. Bitguncha bolalarim bog'chadan kelib qoldi, keyin oxirgi natijalarni birgalikda davom ettirdik. Ozgina o'ynadik, rosa xursand bo'ldi o'g'lim. Mehnatimga baho berib keting, siz farzandingiz uchun shunday narsa yasab bergan bo'larmidingiz? Agar hozir obuna bo'lmasangiz, keyin yo'qotib qo'yasiz.